Siz Xitoyning janubidagi Xunan viloyatida joylashgan Gaokio cho'qqisi haqida eshitganmisiz? Agar yo'q bo'lsa, hozir hayratda qolasiz. Bu yer faqat go'zal manzaralari bilan emas, balki noyob piyoda yurish yo'li bilan mashhur. U bevosita qizil qum toshdan yasalgan tik jar ichida qurilgan. Tashqaridan ekstremal tuyulsa-da, ammo aslida hamma uchun xavfsiz. Yangi boshlovchilardan to tajribali haykingchilargacha Yonjung shahridan atigi 30 daqiqa uzoqlikda. Siz bu yerda toza havodan nafas olib, qalin o'rmonlar va ko'k osmonni oydek aks ettiradigan musaffo ko'llarni ko'rishingiz mumkin. Gaokio tabiatning 100 ming yillik eroziya va geologik jarayoni natijasida hosil bo'lgan mo'jiza. Bu joy faqat dam olish uchun emas, balki yurakka orom bag'ishlaydigan, tabiiy go'zalni esga soladigan maskan. Eng ajoyibi, butun shu go'zallikni faqat bir kunda his qilish mumkin. Endi savol, agar sizga tanlash imkoniyati berilsa, shunday bir kunlik sayohat uchun qayerga borgan bo'lardingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.